Bugungi mavzuyimiz hozirgi kun muammosiga aylanib borayotgan va menga murojaat qilayotgan bemorlarda o'z tasdig'ini topayotgan, nafaqat bolalar orasida, balki kattalar ham orasida ko'plab uchrayotgan kasalliklardan biri atopik dermatit haqida gaplashamiz. Men Tursunova Xulkarxon Rustam Hajjayevna, bolalar gematologi va kardiorematologi. Bugun sizlarga atopik dermatit haqida ma'lumot berib o'taman va onalarda paydo bo'ladigan savollarga javob beraman degan umiddaman. Keling, avvalambor atopik dermatit o'zi qanaqa kasallik? U qanday klinik belgilar bilan kechadi va bu klinik belgilar kuzatilganda onalar tomonidan qanday yondashish kerakligi haqida gapirib beraman. Xo'p, atopik dermatit o'zi qanaqa kasallik? Atopik dermatit bu terini surunkali, genetik jihatdan belgilangan va allergik tabiatga ega kasallik bo'lib, teridagi toshmarani davriyligi va har xil yoshda teridagi patologik elementlarni morfologiyasini farqlanishi bilan kechadigan kuchli qichishishga ega kasallikka aytiladi. Atopik dermatit o'zi odatda erta bolalikdan namoyon bo'ladi va eng achinarligi bu holat borgan sari ko'plab uchrayapti. Atopik dermatit multifaktorial va heterogen kasallik hisoblanadi. Bolalarda kasallikni belgilari genetik moyillik va atrof muhit ta'sirida yuzaga keladi. Atopik dermatitni rivojlanishida hozirgi kunda 20 ta gen aniqlangan. Bu genetik omillar terini antigenga nisbatan sezuvchanligini oshiradi, immunoglobulin Y miqdorini ko'paytiradi va pro-yallig'lanish sitokinlari sinteziga o'z ta'sirini o'tkazadi. Allergik teri zararlanishini qo'zg'atuvchi tashqi muhit omillariga nimalar kiradi? Keling, buni sanab o'tamiz. Birinchisi bu maishiy allergenlar. Bularga nimalar kiradi? Avvalambor chang. Bizada gigiyena vositalari bor. Agressiv gigiyena vositalari deymiz, ya'ni terimiz tanlaydigan gigiyenik vositalar, hayvonning junglari va o'simlik changlari kirsa, keyingi allergenlardan bittasi bu oziq-ovqatlar. Oziq-ovqatlardan sut mahsulotlari, ya'ni sigir suti tarkibidagi oqsillar parchalanmasligi sababchi bo'ladi. Oqsillar, shirinliklar va tuxum mahsuloti hisoblansa, bundan tashqari yashash sharoiti va stresslar ham sababchi bo'ladi. Boya ta'rif qilib o'tganimda yoshga doir morfologik jihatdan o'zgarishlar deb o'tdim. Kelinglar buni davrlarga bo'lib ko'rib chiqamiz. Birinchi davr bu chaqaloqlik davri. Chaqaloqlik davridagi atopik dermatit asosan 2-3 oyda namoyon bo'lishni boshlaydi. Bunda asosan yonoqlari avvaliga qizaradi, dag'allashadi. Ana undan keyin qo'l va oyoq ustki yuzalarida qichishishlar paydo bo'ladi va bu paytda bolada bezovtalik kuzatiladi. Tungi uyquni buzilishlari kuzatiladi. Bunga asosiy sabab onalarda 2-3 oyga borib sigir suti mahsulotlarini ko'payishi yoki bolalarga qo'shimcha smes qo'shilgandan keyin kuzatiladi. Kichik yoshdagi bolalarda atopik dermatit asosan 2-3 yoshlarda kuzatiladi. Ularda asosan bo'g'imlarning buklanadigan qismida, bo'yin sohasida, bilaklarda va boldir sohada kuzatiladi. Ba'zi holatlarda og'iz atrofi va qovoqlarda ham kuzatilishi mumkin. Kichik yoshdagi bolalardagi bu toshmalar chaqaloqligi davridan farqli ravishda qizarishlari kamroq bo'ladi, lekin qichishish kuchaygan, terining qurishi ham kuchaygan va ba'zida yoriqlar ham kuzatilishi mumkin bo'ladi va po'st tashashlar ham kuzatiladi. Keyingi davr bu maktab yoshidagi bolalar va katta yoshdagi insonlardagi atopik dermatit hisoblanadi. Bunda toshmalar bo'g'imlarning buklanish qismida, yuzda, bo'yinda va oyoqlarda kuzatilishi mumkin. Bu toshmalarning farqi endi teri qalinlashgan va qichishish kuchli bo'lganligi uchun etda tirnalgan sohalarning ustida qobiqlar hosil bo'lishi mumkin va emotsional stress yoki terlash fonida bu qichishishlar
kuchayadi. Kechqurun bezovtalik kuchayganligi sababli ertasiga kunduzgi charchoq, ish faoliyati va o'qishga kuchli ta'sir qilishi mumkin. Va bu qichishishlar kuchli bo'lganligi, yoriqlar paydo bo'lganligi hisobiga ikkilamchi infeksiyalar qo'shilib qolishi mumkin. Atopik dermatitni davrlari farqlanganidek, darajalari ham farqlanadi. Bunda 3 ta daraja, ya'ni yengil, o'rta va og'ir daraja farqlanadi. Yengil darajada deyarli yallig'lanish belgilari kuzatilmaydi, toshmalar kam miqdorda bo'ladi, periferik limfa tugunlar, ya'ni regional limfa tugunlar kattalashmagan holatda bo'ladi va tungi uyqusi tinch holatda bo'ladi. O'rta og'ir darajada bunda yallig'lanish belgilari kuzatiladi, toshmalar sezilarli darajada bo'ladi, tirnalish belgilari kuzatilishi mumkin va regional limfa tugunlar ham paypaslanadi. Og'ir darajada bunda tirnalishlar ko'pligidan ikkilamchi infeksiyalar kuzatiladi, toshmalar diffuz holatda bo'ladi, regional limfa tugunlar kattalashgan va yallig'lanish belgilari yaqqol ko'rinib turadi. Tungi holati bezovtalikda o'tadi. Atopik dermatitni o'zi qanaqa qilib aniqlashimiz mumkin? Buni allergik dermatit bilan bir xilmi deyishinglar mumkin. Yo'q, allergik dermatit avvalambor qandaydir allergen bilan kontaktda bo'lganini o'zi yetarli bo'ladi va kontaktda bo'lmasa bu holat bartaraf etiladi. Atopik dermatitda genda belgilanganligi sababli terini maxsus holati hisoblanadi. Lekin bu kasallikni aniqlashda maxsus tahlillar hali aniqlanmagan, o'zi yo'q. Bunda biza asosan bolani umumiy ko'rikdan o'tkazishimiz, anamnez yig'ishimiz, klinik belgilariga ahamiyatimizni qaratib, uni darajalariga qarab, yoshiga qarab tashxis qo'yamiz va davolaymiz. Bundan tashqari qo'shimcha laborator tekshiruvlar faqatgina bolani holatini baholashimizda va to'g'ri yondoshishimizga yordam beradi. Bu qanday tahlillar? Umumiy qon tahlili. Bunda eozinofil miqdorini ko'ramiz. Organizmda qo'shimcha yallig'lanish belgilari bor yoki yo'qligini baholasak, umumiy najas tahlilida biz nimani ko'ramiz? Oshqozon ichak faoliyatini. Nega men doim oshqozon ichakka urg'u berib ketaman? Bunda bolani yeb ichayotgan mahsulotlari va berilayotgan preparatlar juda ham muhim rol o'ynaydi. Bu kasallikda oshqozon ichiga juda ham e'tibor qaratishimiz yuqori bo'ladi. Bundan tashqari immunoglobulin Y, umumiy immunoglobulin Y miqdori. Umumiy immunoglobulin Y miqdori bu kasallikda asosan yuqori bo'ladi. Uni past darajada bo'lishi ham bu kasallikni inkor etmaydi. Bundan tashqari spetsifik immunoglobulin Y ni aniqlash ham bizga bolajonni davolashimizda katta yordam berishi mumkin. Spetsifik immunoglobulin Y bizada aniq allergenni aniqlashga yordam beradigan bo'lsa, teri allergen testlari 3-5 yoshdan katta bolalarda qo'ygan ma'qul hisoblanadi va kasallikni o'tkir davrida tekshirilmaydi, toshmalar ko'p bo'lgan vaqtda ham tekshirilmaydi. Agar qanaqadir infeksiyaga gumon bo'ladigan bo'lsa, bakteriologik tekshiruvlar, agar zamburug'iga nisbatan bo'lsa, mikologik tekshiruv o'tkaziladi. Eng muhim usullardan bittasi bu eliminatsion dieta hisoblanadi. Bunda oziq-ovqatga nisbatan allergik holat bo'ladigan bo'lsa, klinik jihatdan kuzatib boriladi. Xo'p, qaysi tahlillarga tavsiya etmaymiz? Bu hammasiga allergiya panel klinikasi va immunoglobulin G ga nisbatan oziq-ovqatlarga qo'yiladigan testlar. Bular klinik ahamiyatga umuman ega emas hisoblanadi. Yodingizda tutinglar, atopik dermatit bu laborator tashxis emas, klinik tashxis qo'yiladi. Faqat laborator tekshiruvlar bolani holatini baholash va davolashda yordamchi hisoblanadi. Mana atopik dermatit haqida sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tdim. Menimcha bu kasallik qanday kasallikligi, qanday kelib chiqishi
va qanday klinik belgilar bilan kechishini bilib oldinglar. Endi bu mavzuni yanada yoritishimizni xohlasanglar, ya'ni bolani qaysi yoshda qanday parvarish qilish kerak, qanday davo choralari bor, bularni bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyalarda yozib qoldiringlar va biz bu mavzuni yanada yoritib berishga harakat qilamiz. Biz bilan farzandlaringizni sog'lomlashtiring, zero orzularni sog'lom bolalar quradi.